Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Mana bugun yana biz axborot kutubxonamizga kelib tushgan yangi adabiyotlar sharhini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hurmatli kitobxonlar, shu paytgacha biz Amerika yozuvchilari Edgar Allan Poe, Mark Twain, Ernest Hemingway, Jack London, Theodor Dreiser asarlarini sevib o'qib kelganmiz. Mana bizning o'zbek tarjimonlari mana sizlar uchun yangi Amerika yozuvchilarini kashf etgan holda ularning asarlarini tarjima qilib, mana shunday kitob asosida bizga tavsiya qilishdi. Ya'ni zamonaviy Amerika romanlari degan kitobda Daniela Steele, Khalid Husayni, Orman Dino, ya'ni 3 ta Amerika yozuvchining romanlarini jamlagan kitobni tavsiya qilishdi. O'qing, zavq oling. Keyingi adabiyotimiz u ham chet el yozuvchisi Agatha Christie. Agatha Christie asarlarini o'qimagan, uning filmlarini qiziqib ko'rmagan tomoshabin yoki kitobxon bo'lmasa kerak. Agatha Christiening asarlari o'ziga kitobxonni ohanraboday tortadi. Ya'ni uning qahramonlari, qahramon Herkul Poirot, bu ham film qilingan buni asarlari. Herkul Poirot detektiv fojiaviy holatlarni yozuvchi qahramonida noodatiy usullar bilan o'sha fitnani, o'sha fojiani ochib tashlaydi. Bu romanlari Raqqosaning marjoni, Katta to'rtlik hamda Kutubxonadagi murda. Bu kitoblarni o'qishingizni tavsiya qilaman. Keyingi kitobimiz Go'zal Yaxinaning Samarqandga yo'l olgan eshelon nomli tarixiy kitobini tavsiya qilaman. Bu tarixiy kitobda asar qahramoni deb Samarqandga evakuatsiya qilingan, eshelonda ochlik bilan holdan toydirgan bolalarni zo'r qiyinchilik bilan, zo'r mashaqqatlar bilan manziliga yetkazib boradi. O'qing, tavsiya qilaman. Keyingi kitobimiz Nazar Eshonqulning Maymun yetaklagan odam nomli asari bo'lib, bu asarda yozuvchi 10 ta hikoyasini joylagan bo'lib, unda bepoyon osmon, sharpa, murda, istilo, sibizg'a norasi, shamolni tutib bo'lmaydi, qaytish kabi hikoyalari joy olgan. Keyingi kitobimiz Nuriddin Ismoilovning O'lim jazosi berilsin nomli kitobi bo'lib, bu asarda asar qahramonlari o'zining nima deydi, hayotiy, hamma asarlar hayotiy tarzda berilgan. Qiziqib o'qishingizni tavsiya qilaman bu asarni ham. Hurmatli kitobxonlar, kutubxonaga keling va aziz kitobxonimiz bo'ling.